Assalomu alaykum. Bugun ishdan kelsam, o'g'lim ham ishdan kelib, pomidorlarimni jiyaklarini olayotgan ekan. O'zi 5 juya pomidor bo'lgan. 3 ta jiyaklariga ishlov berib, 4-chi, 5-chi juyalar qolgan ekan. Juyalarni olib bo'lib keyin qo'shnilarnikidan Nur olib keldi. Baraka topsin qo'shnilarim biram yaxshi, uylariga borsam hech kim yo'q ekan. Telefon qilib so'radim. Opa, bemalol olavering, qancha nuri kerak bo'lsa dedilar. Rahmat deb so'ng o'g'limga aytdim. O'g'lim nurlarni toshib turdi, men esa satilga solib juyaklarga solib turdim. 5 ta juyaga 4 g'altak nuri ketdi. Pomidorlarim bo'ylari cho'zilib, sho'nalab, biram gullagan, lekin shirincha tushibdi-da. Bilmayman yomg'ir ko'plik qildimi yoki e'tibor qilsanglar daraxtlarim ko'p. Bir yog'i anorzor, bir yog'ida daraxt bor, bir yog'ida yong'oq bor. Shu daraxtlar shirincha qildimi, o'zim ham tushunmadim. Aziz obunachilarim, shu shirinchaga nima qilsam-a? Iloji bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ysanglar, men ham sizlar aytgan maslahatga amal qilaman. Har yili pomidorlarim zo'r bo'ladi-da, keyin birdan qurib qoladi. Sizlarda ham shunday bo'ladimi? Lekin mehnatimga yarasha pomidor yeymiz. Faqat banka yopishgacha qurib qoladi-da. Ko'z tegmasin, uzumlarim bu yil zo'r solibdi. U ham ayni pishish vaqtida kasallanib qolmasa, bu yil maza qilib uzum yeymiz-da. Dala tarafda, ya'ni darvozadan tashqarida olmacha daraxtimiz bor. U ham yaxshi solgan. Bu yil olmacha yili bo'ldi. Olmacha yeymiz xudo xohlasa. Zaldori daraxtlarda, ya'ni o'rik bu yil yeyolmaymiz. Chunki zo'r gullagan vaqtda sovuq urib ketdi. Sizlar bilan hangomalashib, agrotimga nurlarimni ham solib bo'ldim. O'g'lim nurini qayga to'kay? G'aldak огородga kirmaydi-ku dedi. Men supaga to'k, keyin tozalab olaman deb supaga to'ktirgan edim. Supurgi bilan qolgan nurlarni shipirib tozalab oldim. Keyin ariqqa borib, g'ulbamni tiqinini ochib огородimga suv ochib qo'ydim va qaytib kelib supalarimga suv urib, tozalab shipirib qo'ydim. Ariqda suv kam kelayotgan ekan. Supalarni sipirib, ovqatimni solishtirib, kuxnyani ham yig'ishtirib bo'lib qo'shnimnikiga ukolga borib kelibmanki, hali pomidorlarimni juyagi suvdan to'lmagan ekan. Bir balo qilib sug'orib bo'ldim. Aziz obunachilarim, meni so'zim shu yerda tugadi. Ko'rganda ko'rishguncha. Ha aytgancha, yurakchani qizil qilib, podpiska bo'lish, layklarni bosishlar esdan chiqmasin.